qayerda turadi? Erkak qayerda turadi? Bo'ldi, o'sha har kim o'z o'rnida tursin. Alloh taolo o'sha xonadonga Allohning o'zi fazl bersin. Alloh taoloni inshaalloh o'zi yaxshilik bersin. Bugungi kunda shariatimiz shunga qarab din, jon, aql, nasl va mol asrashdan iborat bo'lgan bu 5 qoidani bizlarga tushuntirdi. Bizlar dinimizni muhofaza qilishligimiz. Qul ta'ala harrama robbakum alaykum alla tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Alloh taolo aslida birinchi qoidamiz dinimizni muhofaza qilishligimiz. Inson o'zining dinini muhofaza qilishligi. Demak, u iymon keltirdi. Demak, iymon keltirganiga sobit turmoqligi kerak. Allohga shirk keltirmasligi kerak. Va shuni ilm